Alloh subhanahu va taolo Qur'onda astagfirullah va qarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula deb marhamat qildi. Ayollarga o'z uylaringizda barqaror bo'linglar. Ya'ni besabab uylaringizdan tashqariga chiqmanglar. Magar biron hojat uchun chiqqanlaringizda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan-tusan kabi yasan-tusan qilmanglar. Ushbu oyatdan shuni xulosa olamizki, ayol kishi behojat, zaruratsiz ko'chaga chiqmasligi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Sahih hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Muaviyah ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadi: "Inna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam harrama sab'ata ashiya va inni uballighukum zalik va anhaakum anhu va zakara minha tabarruj." Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan. Muaviyah ibn Abu Sufyan aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni 7 ta narsani qilishlikdan qaytarganlar. Va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan 7 ta narsadan bittasi tabarruj. Tabarrujni aytgan. Tabarruj nima? Endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz, tushunib olaveringlar nimaligini. Tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarni yopmasdan yasan-tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi. Chunki Alloh taolo johiliyat davridagi yasan-tusan kabi yasan-tusan qilmanglar. Johiliyatdagi tabarrujda nima aytilardi ekan? Ana shu oyatni sharhida keladi. Johillar, arablar, Makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini qulog'iga, bo'yniga taqib, boshidan ro'mol solib, ro'molini jag'idan chigmas ekan. Ana shu bo'yinlari, avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda, oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyshar ekan. Johiliyat davrida boshida ro'moli bor, jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslik deb qilinyapti. Endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi. U davrdagi johillikdan ko'ra, ularda tabarrujdan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'onda ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi: "Va idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abana wallohu amarna biha qul innalloha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allohi ma la ta'lamun." Ular qachon biron buzuq ish qilsalar, ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan dedilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Alloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlarmi? Kitob-u sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, oyatga, hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota-bobomiz qilgan mana shu ishini to'g'ri emas deb aytishimiz kerak bo'ladi. Bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Johiliyat davrida Ka'batullohni mana mushrik arablar Ibrohim alayhisolamning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafatda turishar edi, Minoda turishar edi. Mushrik bo'lsa ham haj amallarini, ba'zi rukunlarini qilishar edi. Ka'bani tavof qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan edi. Ka'bani tavof qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi. Chunki tashqaridan kelgan arablar o'zlarining kiyimi bilan kelar ekan, sizlar deyshadi Quraysh. Kiygan kiyiminglar bilan gunohlarni qilgansizlar. Bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilishning mumkin emas. Faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar. Kimi puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib, yangi kiyim bilan tavof qilar edi. Endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayollar. Bu Ka'bani yalang'och tavof qilishlik Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Hijratning 9-yilida haj qilgani ketayotganda Tavba surasidagi oyatlar bilan Ka'bani tavof qilishlik, yalang'och tavof qilishlik, umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi. Shuning uchun ayollar tavof qilganlarida ko'proq tunda tavof qilishar edi. Kiyimli yo'qligidan, yalang'och bo'lganligidan. Bizga mana shu ishni ota-bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz. Ya'ni bu ishlarda ota-bobomiz qilib kelgan. Biz ham ularga ergashamiz. Undan tashqari Alloh bizga shu ishni buyurgan deganda Alloh javob berib aytayaptiki, Muhammad alayhisalom ayting, Alloh bunaqa fahshga hech qachon buyurmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda shunday deydilar:
Innalloh kataba ala ibn Adama hizzahu min az-zina adraka zalika la mahalata. Har bir odamga dedi Rasululloh, Alloh taolo har bir odam bolasiga zinodan bir ulush yozgan. Shu zinoni qiladi albatta. Zinal ayni an-nazar. Ko'zning zinosi qarashlik, nazar qilishlik. Va zinal lisani mantiq. Tilning zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi wal farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibuhu. Nafs xohlab kuchab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan. Ko'z zinosini ham, til zinosini ham. Yoki bekor qiladi o'zini zinodan tiyishlik bilan. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Borida keltirilgan bu hadis, ayyuma amratin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Diqqat qilamiz. Upaylik atir upa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa, ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab, atir sepib, hidini xushbo'y qilib, bir qavmning oldidan o'tib, ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan, bu ayol zinokor dedi. Atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi. Ko'chaga chiqayotganda sepmasdan chiqib ketishligi kerak. Chunki bir nomahram erkakning oldidan o'tar ekan, hidlab, orom oldim hididan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deyapti shu ayolni. Ajib, bizda uyda chachmaydi. Chiroyli kiyimini, zebi ziynatini taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib ketayotganda haligi narsalarni kiyar yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj nima edi? Avratlarni ochib, yasan-tusan qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarning hayotida fahshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ya'ni mana shu qilayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sababli. Avratlarni yopib turishligini Alloh taolo xohladi. Avratlarning ochilishligini shayton xohladi. Alloh taolo Odam alayhisalomni jannatga kiritar ekan, aniq aytdi. Ey odam, bu iblis seni dushmaning. Mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar, faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Daraxt bitta, man qilingan dushman bitta. Fa'akala minha fabadat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adamu robbahu faqala. Bas odam bilan Havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigorga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar." E'tibor bering, Odam alayhissalom mevani yegan paytda yemasidan turib avratlari yopiq edi. Alloh taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi. Endi man qilingan narsani yedi, avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarni to'sa boshladi. Birov o'rgatdimi Odam alayhissalomga? Uyat bo'ladi dedimi? Yo'q. Nimaga to'siyapti? Insonni fitratida, tabiatida, qonida, tomirida hayo degan narsa bor hamma insonda. Mana shu hayo ma'siyatni qilaverishligi bilan umuman ko'tarilib ketadi, insoniylikdan chiqib ketadi. Bo'lmasam Odam alayhissalomga birov uyat qilgani yo'q. Avratini to's degani yo'q. Demak, insonda tak tomirida, zamirida, fitratida hayo bo'ladi. Endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayot yo'q qilar ekan, insoniylikdan chiqib ketibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar. Imom Ahmad sahihlarda keltirilgan. Salasatun la tasalanhum. Ya'ni Rasululloh aytadilar, 3 kishi haqida so'ramay qo'yinglar. Ya'ni halok bo'lgan ular. Mendan so'ramanglar. Rajulun fariqun al-jamaa wa asa imamahu wa mad asiyan. Jamoatdan ajrab, jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi,
imomiga, boshlig'iga itoat qilmaydi. Mana shunday jamoatdan ajragan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar, deyapti Rasululloh. Mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb qilganlar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi. Noto'g'ri. Va amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan, qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan. Bu haqida so'ramanglar deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamda uchinchisi, va muratun g'aba anha zawjuha qad kafaha mu'anata dunya fatabarrajat ba'dahu fala tasalanhum. Bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib, ehtiyojlarini qilib qo'yib, safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa, ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Mendan u haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shtini, yemoq-ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar deydi. Qancha akalarimiz tijorat, bola-chaqa, tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqarmaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat, kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdiki, ustida kiyimi bor, lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p bettaroq. Yo bu kiyimni nafizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. Yoki torligi uchun. O'tgan jumada biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizni kiyimini gapirdik. Hijob deyotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar. Savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desachi, umuman kulgili narsalarni ham kiyib yurishibdi. Ha desa, mashina hamma kiyyapti-da shundan deydi. Musulmon odamning o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lmagan chizig'i bor. O'g'il bolalarda ham ahvolini ko'ring, ba'zilarini. Nafaqat ayollarning kiyimi tor, erkaklar ham kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa, hayo qilasan orqasida turgan. Kiyimlarni qaranglar, namozxonadan namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsa-la, moda bo'lsa-la olib kiyirish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abghazun nas ilallohi thalatha." 3 ta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3 ta. Birinchisi, mulhidun fil haram. Haramda turib, Masjidil Haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi, mubtag'in fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, johiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanigandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, johiliyat davridagi narsani ko'ngli kusaydigan bo'lsa. O'zi asli iymonda halovatini kim totadi deganda 3 ta shart aytgan payg'ambarimiz. Johiliyatga qaytishlikni, xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab hijolat olib ketadi. Bu orzu qilish emas. Uchinchisi, bir kishining qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi. Bunga ham Alloh taoloning qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mu'minaning ishimi? Mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishimi? Mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa, qars otadi, bo'ldi, ketdingiz. Ayol qanaqa yuribdi ko'chada? Peshinda o'qidingizmi? Shomda o'qidingizmi? Onangiz duosini oluvdingizmi? Alam qilib qoladi. Akalar, ukalar, biz bu majlisda o'tirganlarda u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz.
Chunki Allohning zikrini eshitayotgan odam Allohdan qo'rqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirgan sahih hadis: Ayyuma imratin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqat hatakat sitra ma baynaha va baynalloh. Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zining eridan boshqa nomahram erkaklarning oldida ochgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengilrog'ini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohning rahmi kelsin. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarning qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda shirinlik yo'q bo'lsa, oilada kelishmovchilik ko'p bo'layotgan bo'lsa, qaraylik-da. Bari kimdan? Iqtisodni yomonigidan emas. Mana shunday oyatlarni, mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mo'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka, tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi? Har bitta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara deb marhamat qildi. Mo'min erkaklarga. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlang. Ki u do'zax ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turur. Alloh buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarning ishi. Kimingizni yuk qo'ymasa, aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'lgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi? Nima sababdan ayollar xohlamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zararlaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz, islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob bo'lish mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima